Assalomu alaykum. Bu safargi darsimiz tradingdagi disiplina va depressiya haqida bo'ladi. Xo'p, bu darsimiz demak motivatsionliroq bo'lishi mumkin. Iltimos qilaman. Eshitib turasizlar, majburmiz aytib o'tishga. To'g'ri, sal g'alatiroq haligi internetda hype bo'layotgan narsa ham mana shu motivatsiya bo'ladi, lekin disiplina va depressiya haqida ham qisqacha aytib o'tishga harakat qilaman. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, darsni boshlaydigan bo'lsak, bu darsimiz faqatgina nazariy, ya'ni og'zaki ma'lumotlar bo'ladi. Xo'p, disiplina nima? Disiplinani demak ko'pchiliklar bilsanglar kerak. Bu tartib, intizom, qoida degan. Ya'ni aynan mana shu tartib, intizomga, qoidaga amal qilib savdo qilish. Ya'ni tradingdagi disiplina aynan aslida shu narsa bo'ladi. Ya'ni bunda siz o'zingizga reja tuzasiz, jurnal tuzasiz, yo bo'lmasam shunaqa turli xil narsa tuzasiz, ya'ni umumiy tartib qilib olasiz. Bunda disiplina deganda faqatgina tradingdagi tartib emas, umumiy kundalik hayotingizdagi tartibni qo'llaydigan bo'lsangiz, bu sizga o'zingizga juda ham katta foyda bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? Misol uchun o'zingiz vaqtingizni, time managementingizni qilishingiz mumkin. Ya'ni qancha vaqtni tradingga sarflayman, qancha vaqtimni o'zimni asosiy ishimga sarflayman, yo bo'lmasam qancha vaqtimni boshqa o'qishga sarflayman yoki boshqa narsaga, uydagilarni bilan ajrashishga sarflayman deysiz. Aynan shuni siz o'zingiz alohida kundalik qilib turib, kundalik daftar qilib turib, shunga yozib borishingiz kerak. Bu ham bitta sizga juda ham katta foyda beradi. Ya'ni vaqtingizni bekordan bekorga ketmasligi, ya'ni umumiy hayotingizdagi kundaligingizdagi vaqtingizni o'lchashni, ya'ni bunda siz to'g'ri sarflashni o'rganasiz. Bunda faqatgina misol uchun vaqtni to'g'ri sarflash emas, sizga disiplina amal qilishni boshlaydi. Ya'ni bunda boshqa ishlaringizda ham, siz faqatgina trading emas, boshqa ishlaringizda ham aynan shu tartib, qoida, intizomga amal qiladigan bo'lsangiz, boshqa ishlaringizda ham muvaffaqiyat keltiradi. Misol uchun sizni ko'p harakat qiluvchi qilishi mumkin. Aynan mana shu misol uchun yo bo'lmasam siz haligi ba'zida insonda bo'ladi, o'zi biror bir ishni qilish kerak bo'ladigan paytda qilgisi kelmay qoladi. Haligi kayfiyati yomon bo'lishi mumkin, yo bo'lmasam u ishni qandaydir ko'ngli soviydi qilishdan. Lekin aynan shunaqa holatda siz o'zingizni tartib, intizomingizni, qoidangizni buzmasligingiz kerak. Agarda qanchalik shu buzmasdan tartib bo'yicha ketadigan bo'lsa, sizni shunchalik kuchli qiladi. Ya'ni bunda psixologiyangizni ham kuchaytiradi, undan tashqari sizga juda ham katta foyda beradi. Endi disiplinasiz trading bu depressiyaga olib kelishi mumkin. Qanaqa holatlarda bo'ladi? Misol uchun, siz aynan mana shu qilgan tartibingizga amal qilmaydigan bo'lsangiz, misol uchun savdo qilayotganingizda zarar ko'rishingiz mumkin, to'g'rimi? Hammada bo'ladi, hamma zarar ko'rishi mumkin, bu ehtimoliy bor narsa. Va aynan shu zarar qilishingiz ortidan sizga psixologik ta'sir vujudga keladi. Ya'ni psixologiyangizga juda ham katta kuch ta'sir qilayotgan bo'ladi va sizni shokka tushirib qo'yish mumkin. Misol uchun, biror bir katta zarar bo'ladigan bo'lsa, shokka tushirishi mumkin. Yo bo'lmasam, qanaqadir ketma-ket zarar qiladigan bo'lsangiz, buni sizda tradingdan haligi sovishingiz vujudga kelishi mumkin. Bu ham disiplinani buzilishi depressiyaga olib kelishini anglatadi. Endi disiplina deganda yana bitta narsani aytaman. O'zingizni qanchadir miqdorda kapital belgilang, shu tradingga sarflamoqchi bo'lgan. Shu kapitalingizni misol uchun aytib o'tdim, 5%, 10% ni har bitta savdoga sarflang. Aynan mana shu ham sizga reja hisoblanadi va mana shu intizomni ham, mana shu qoidani ham buzmasligingiz kerak. Misol uchun ochko'zlik qilib turib, misol uchun 15%, 20% yo bo'lmasa ko'proq risk olishingiz mumkin. Bu ham buzilishga olib keladi. Bunda bu bir marta buzilish emas, agarda bir marta bo'ladigan bo'lsa ham, keyingi safarlari yana ham kuchayib ketishi mumkin. Shu sababli siz o'zingiz to'g'rilashingiz kerak. Bitta ma'lumotni aytaman. Shu tradingga kirgan odamlarni ko'pini shu tradingdan qaytib chiqarib yuborish ancha munchasiga emas ekan. Ya'ni ko'pchilik tradingga kirgan bo'lsa, hali ko'p miqdori hali chiqib ketmagan ekan. Ya'ni bunda trading qaysidir ma'noda qiziqroq ham, lekin psixologiyasiga ham juda ham katta ta'siri bor.
Lekin e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'pchilik tradingga kirgandan keyin yana qaytib kiryapti. Ya'ni bunda zarar qildimi, bo'lmaydi ekan deb chiqib ketmayapti. Bor, lekin shunaqa ishlay olmasdan chiqib ketadiganlar ham bor, lekin ko'pchilik yana qaytib kelayotgandi. Bu bitta faktor hisoblanar ekan. Buni ham bitta kuchli psixologik o'ziga tortish desa bo'ladi. Ya'ni tradingda sizda ko'rinmas bo'lgan qanaqadir kuchlar mavjud. Aynan mana shu narsa sizni o'ziga tortib turadi. Misol uchun bu tashqariga chiqib, misol uchun ish qilishmasdi, jismoniy ish qilishmas, lekin sizni miyangizni bog'lab turadi shu narsa. Shuning uchun ham siz kuchliroq bo'lishingiz kerak, ya'ni doimiy qiladigan narsangizni demak buzmasligingiz kerak. Bu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Depressiyaga tushib qoladigan bo'lsangiz, misol uchun kapitalingiz qanchadir miqdorini yo'qotadigan bo'lsangiz, bunaqa paytda iloji boricha savdodan uzoqlashing. Misol uchun ko'proq zarar qiladigan bo'lsangiz, yo bo'lmasam kundalik misol uchun savdolaringizda ko'pida zarar bo'ladigan bo'lsa, siz hali u limitga yetmasdan avval chiqing bozordan. Ya'ni alohida misol uchun dam oling, tabiatga chiqishingiz mumkin, yo bo'lmasam sayr qilishingiz mumkin. Shunaqa holatda umuman kompyuter texnologiyalaridan uzoqroqda bo'lib, miyangizni dam oldiring va ancha dam olganingizdan keyin qaytib kelsangiz bo'ladi. Bu sizni shoshib turib xato qilib qo'ymasligingizga olib keladi. Undan tashqari revenge trading degan narsa bor. Mabodo siz zarar qiladigan bo'lsangiz kapitalingizni, revenge qilmang. Revenge degani bu tradingdan qasos olish degani. Ya'ni bunda sizni o'zingizga minus qilganingiz qoladi xolos. Ya'ni qanchadir pulingizni yo'qotib turib, undan uni qaytarib olaman degan maqsadda qayta risk qilib kiraverish, bu sizni katta xato qilayotganingizni anglatadi va bu narsa sizga bilinmaydi. Lekin borgan sari sizga o'sha aytib o'tganimdek psixologik kuch ta'sir qilib boraveradi va bu narsa sizga juda ham katta ziyon yetkazishi mumkin. Ba'zida misol uchun zarar qilganingizdan keyin, ya'ni bozorda savdolaringiz, strategiyalaringiz o'xshamasa, mabodo kuzatib turing bozorni. Misol uchun bir haftacha bozorni kuzating, yo bo'lmasam 2-3 kun bozorni kuzating, lekin savdo qilmang. Ya'ni bunda boshqacha yondashuv qilishingiz kerak va bozorni kuzatib bo'lganingizdan keyin o'zingizga kelganingizda, dam olganingizda boshqatdan savdoga kirishingiz mumkin. Hech narsa qochib ketmaydi. Ya'ni bugun bo'lsa ham, erta bo'lsa ham, nechidir ham kundan keyin bo'lsa ham aynan mana shu bozorga qaytib kirasiz agar o'zingiz xohlasangiz. Lekin shu kirayotgan paytingizda sizda misol uchun charchash bilan kirishingiz mumkin, yo bo'lmasam dam olish bilan. Shuni o'zingiz hal qilasiz xolos. Undan tashqari jurnal qilishingizni maslahat beraman. Ya'ni o'zingizga trading jurnal oling. Ya'ni bunda kichkina daftarcha bo'lsa ham bo'laveradi. Aynan shu kichkina daftarchada yozib boring. Misol uchun qaysi aksiyaga qanaqa holatda kirdingiz, qaysi strategiyadan foydalanib kirdingiz. Endi bu yerda strategiyani unchalik qizig'i yo'q, lekin barcha strategiyalar o'zingizga misol yaxshi bo'ladigan bo'lsangiz ishlaydi. Bunda strategiyani hech qanaqa aybi yo'q. Xo'p, qaysi strategiyadan oldingiz, qaysi aksiyani qancha miqdorga oldingiz, shuni yozib qo'ying. Ya'ni bozorga kirgan va chiqqan zonalaringizni, nuqtalaringizni ham aynan shu aksiyangizni jurnalingizga yozib boring. Shunda qancha zarar qilyapsiz, qancha foyda ko'ryapsiz, yo bo'lmasam qaysi holatda neytral savdo bo'lyapti, shularni ham demak yozib boradigan bo'lsangiz, birin-ketin misol uchun kuniga nechta savdo qilyapsiz, shundan nechtasi o'xshayapti, risk ratiolarni yozing, shularni hammasini yozib boring. Bunda qilingan savdolardan keyin o'zingizda keyin tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu trading jurnalingizni o'zingiz keyin tahlil qiling. Qaysi joylarda xato qilyapsiz, qaysi joylarda demak to'g'ri ish qildingiz. Ya'ni bu ham sizga juda ham katta foyda keltiradi. Ya'ni xatolaringizni o'rganishingiz uchun juda ham katta foyda keltiradi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Siz savdo qilayotganingizda yo'qotishlarga tayyor bo'ling. Bu degani misol uchun tradingda siz doim ham yutasiz degani emas. Ya'ni qancha miqdor bilan kirsangiz, shu qancha kapitalingiz qancha bo'lsa shuni yo'qotishga tayyor turishingiz kerak. Ya'ni bunda siz misol uchun uyingizni sotib yoki boshqa narsangizni sotib tradingga kirmasligingiz kerak. Bunaqa holat juda ham katta xato bo'ladi va
siz aytib o'tganimdek, misol uchun qanchadir kapital bilan kirsangiz, shu kapitalni demak yo'qotadigan bo'lib keling. Ya'ni bu kapitalni yo'qotadigan bo'lsangiz, siz depressiyaga tushmaysizmi? Ya'ni boshqa nima deydi, noqulay holatga tushib qolmasligingiz kerak va aynan shu kapitalingiz yo'qolsa ham hayotingizda hech narsa o'zgarmasligingiz kerak. Bu haqiqatdan bor narsa. Endi ba'zilar bo'ladi, shu bir narsalarni sotib kiradimi, g'alatida nima deydi, o'zini bor pulini tradingga kiradi, shu bilan yo'qotib qo'yib turib, afsuslanib o'tiradi. Bu вообще bo'lmagan, nerealniy narsa-da. Bu soha shunaqa juda ham kuchli psixologik kuch ta'sir qiladi, shunaqa kuch talab qiladi. Shuning uchun ham siz bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zingiz rivojlantirishingiz kerak. Amal qiladigan bo'lsanglar, aynan shunaqa holatda disiplina va depressiyaga tushib qolmasligingiz kerak. Ya'ni disiplinaga amal qilsangiz bir-biri bilan bog'liqda. Misol uchun, disiplinaga amal qiladigan bo'lsangiz, depressiya kelmaydi. Shuning uchun ham demak, tartib, intizom bilan savdo qilishni o'rganing. Faqatgina savdo qilish emas, o'zingizni hayotingizda tartib, intizom bilan ish qilishni, tartib, intizom bilan shu topshiriqlaringizni bajarishni o'rganing. Bu sizga juda ham katta foyda beradi, aynan sizni hayotingizda. Xo'p, rivojlanishdan to'xtamanglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.